Agar telefoningizda begona ilova, masofadan boshqarish dasturi, siz bilmagan bank ilovasi yoki shubhali SMS ruxsatlari bo'lsa, pensiyangiz xavf ostida qolishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Bugun juda ko'p pensionerlar va ularning farzandlari aynan telefon orqali aldanyapti. Karta ma'lumotlari olinadi, SMS kod so'raladi. Telefon ichidagi ilovalar orqali pul yechib olinadi. Hatto odamning nomiga kredit rasmiylashtiriladi. Shuning uchun bu ma'lumot hamma uchun muhim. Pensionerlar uchun ham, ota-onasining telefonini tekshirib beradigan farzandlar uchun ham. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu gaplarni oxirigacha eshiting. Chunki birgina xato butun oy kutgan pensiyani yo'qotishga olib kelishi mumkin. Oldin pensiya masalasi oddiyroq edi. Odamlar pensiyasini pochta orqali, naqd shaklida yoki bank kassasidan olardi. Firibgar odamning pulini olish uchun ko'pincha uning uyiga borishi, hujjatini ko'rishi yoki ishonchga kirishi kerak edi. Albatta, o'sha paytda ham aldov bo'lgan. Lekin xavf ko'proq yuzma-yuz munosabatda edi. Hozir esa hammasi telefonga bog'lanib qoldi. Pensiya kartaga tushadi, bank ilovasi telefonda turadi, SMS kod telefonga keladi. Davlat xizmatlari ham telefon raqamga ulanadi. Bir qarashda bu qulay. Pul tushganini ko'rasiz, to'lov qilasiz, kommunal xizmatlarni uydan turib to'laysiz. Lekin shu qulaylikning boshqa tomoni ham bor. Agar telefoningizga begona odam kirib olsa yoki siz o'zingiz bilmagan holda unga ruxsat berib qo'ysangiz, u bank kartangizga, SMS xabarlaringizga, kontaktlaringizga va hatto shaxsiy ma'lumotlaringizga yaqinlashadi. Men eng avvalo bir narsani aniq aytib qo'yaman. Telefoningizda biror ilova borligi uchun davlat kelib pensiyangizni olib qo'ymaydi. Pensiya qonuniy to'lov hisoblanadi. Lekin telefoningizdagi xavfli narsa sabab firibgarlar pensiyangiz tushgan kartadan pulni yechib olishi mumkin. Yana bir holat bor. Agar odamning nomiga qarz, kredit yoki sud qarori bilan undiriladigan majburiyat chiqib qolsa, bank kartasidagi puldan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Ana shu ikki narsani odamlar ko'pincha aralashtirib yuboradi. Kimdir telefonda nimadir bor ekan, pensiyamni olib qo'yishdi deydi. Aslida esa yoki karta pulni firibgar yechgan bo'ladi, yoki uning nomida rasmiy qarzdorlik paydo bo'lgan bo'ladi. Birinchi xavfli narsa bu masofadan boshqarish ilovalari. Masalan, firibgar telefon qilib, men bank xodimiman. Sizning kartangiz blok bo'ladi. Pensiya hisobingiz tekshiruvda. Pulni saqlab qolish uchun mana bu ilovani o'rnating deydi. Odam qo'rqib ketadi. Ayniqsa pensioner odam pulim yo'qolib qolmasin deb aytilgan narsani bajarib qo'yadi. Shundan keyin telefoniga masofadan ko'rish yoki boshqarish dasturi o'rnatiladi. Bu dastur orqali firibgar ekranda nima bo'layotganini ko'radi. SMS kodni ko'radi. Bank ilovasiga kirayotganingizni ko'radi. Ayrim holatlarda tugmalarni bosib ham yuboradi. Hayotiy misol keltiraman. O'lib kesik yoshli ayolga qo'ng'iroq bo'ladi. Unga kartangizdan 2 million so'm yechilmoqchi. Hozir to'xtatamiz deyshadi. Ayol qo'rqib aytilgan ilovani o'rnatadi. Firibgar endi kelgan kodni ayting, bu himoya kodi deydi. Ayol kodni aytadi. Natijada pensiya kartasidagi 1 million 800 ming so'm boshqa hisobga o'tib ketadi. Bu yerda davlat pensiyani olib qo'ymadi. Bank ham o'zidan pulni bermadi. Odamning o'zi aldov ta'sirida telefoniga kirish va kodni berib qo'ydi. Ikkinchi xavf bu shubhali SMS va ruxsatlar. Ba'zi ilovalar telefoningizdan SMS o'qish ruxsatini so'raydi. Oddiy kalkulyator, fon rasmi, musiqa yuklash, video ko'rish ilovasi nima uchun SMS o'qishi kerak? Bu savolni har bir odam o'ziga berishi kerak. Agar ilova SMSni o'qiy olsa, bankdan kelgan tasdiqlash kodlarini ham ko'rishi mumkin. Siz esa men hech kimga kod aytmadim deb o'ylaysiz. Lekin kod allaqachon telefon ichidagi zararli ilova orqali ko'rilgan bo'lishi mumkin. Uchinchi xavf bu begona bank ilovalari yoki qalbaki bank sahifalari. Firibgarlar haqiqiy bank ilovasiga o'xshatib soxta ilova yoki soxta sayt yaratadi. Masalan, pensiya qayta hisoblanadi, kompensatsiya olasiz. Yordam puli chiqdi. Yordam puli chiqdi. Davlatdan 800 ming so'm beriladi degan reklama chiqadi. Odam havolani bosadi, karta raqamini kiritadi, amal qilish muddatini yozadi, SMS kodini kiritadi. Shundan keyin pul yechiladi. Ayniqsa pensiyangizga qo'shimcha to'lov chiqdi degan gap pensionerlar uchun juda kuchli tuzoq. Chunki odam balki menga haqiqatan yordam puli berilar deb ishonib qoladi. To'rtinchi xavf bu sim karta va telefon raqam masalasi. Hozir ko'p xizmatlar telefon raqamga bog'langan. Agar sizning raqamingiz boshqaning qo'liga o'tsa, u bank ilovasini tiklashga, parollarni almashtirishga
yoki shaxsiy kabinetga kirishga urinishi mumkin. Ba'zan odam eski raqamni ishlatmay qo'yadi, lekin bank, pensiya, davlat xizmatlarida o'sha raqam qolgan bo'ladi. Keyin raqam boshqa odamga beriladi yoki firibgarlar ijtimoiy muhandislik orqali raqamni qayta rasmiylashtirishga harakat qiladi. Natijada siz bilmagan holda muhim xabarlar boshqa telefonga ketishi mumkin. Birinchi navbatda yosh katta odamlar xavf ostida. Chunki ular telefon va ilovalar tilini har doim ham yaxshi tushunmaydi. Lekin bu faqat pensionerlar muammosi emas. Farzandlar ham, nabiralar ham ota-onasining telefonini vaqtida tekshirmasa, xavf kuchayadi. Men ko'p holatda shuni ko'raman. Pensioner odamning telefonida o'nlab keraksiz ilovalar turadi. Kimdir video ko'rsatib bergan, kimdir buni bosib qo'ysangiz internet tezlashadi degan. Kimdir pul yutib olasiz degan. Telefon egasi esa qaysi ilova nima qilishini bilmaydi. Ikkinchi xavf guruhi bu bank kartasiga pensiya oladigan, lekin bank ilovasini boshqalar o'rnatib bergan odamlar. Masalan, qo'shni o'rnatib bergan, bozordagi telefonchi o'rnatib bergan, tanish yigit opajon men qilib beraman degan. Bu hamisha yomon degani emas, lekin ilova o'rnatilgandan keyin parol kimda qoldi? SMS'ni kim ko'rdi? Telefon raqam qaysi qurilmaga ulangan? Bular tekshirilishi kerak. Uchinchi xavf guruhi bu ijtimoiy tarmoqlarda har xil havolalarni bosadigan odamlar. Pensiyangiz oshdi, tekshirib oling. Kompensatsiya ro'yxati chiqdi. Qarzingiz bor yo'qligini bilib oling. Kartangiz bloklanmasligi uchun tasdiqlang kabi xabarlar ko'p tarqaladi. Ularning ayrimlari haqiqiy ma'lumotga o'xshab ko'rinadi. Hatto davlat organlarining logotipini qo'yishadi. Lekin haqiqiy tashkilot sizdan Telegram orqali karta paroli, SMS kodi yoki bank ilovasiga kirish kodini so'ramaydi. Agar telefoningizda faqat rasmiy do'konlardan yuklangan ilovalar bo'lsa, bank ilovasini faqat o'zingiz ishlatsangiz, SMS kodini hech kimga aytmasangiz, telefoningiz parol bilan himoyalangan bo'lsa va kartangizdagi operatsiyalarni muntazam tekshirib tursangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin men xavfsizman deb butunlay beparvo bo'lish ham noto'g'ri. Chunki firibgarlar aynan beparvolikdan foydalanadi. Masalan, odam men hech kimga ishonmayman dedi, lekin telefoniga kelgan havolani bosib qo'yadi. Yoki men kod aytmayman dedi, lekin ilovaga SMS o'qish ruxsatini berib qo'ygan bo'ladi. Yoki mening kartamda katta pul yo'q dedi. Ammo har oy pensiya tushgan kuni karta bo'shab qoladi. Firibgar uchun 500 ming so'm ham pul, 20 million so'm ham pul. U bitta odamdan emas, yuzlab odamdan shunday pul oladi. Endi eng muhim nozik joylarni tushuntiraman. Ba'zi odamlar pensiyadan ushlab qolish bo'lsa, darrov telefondan olishdi deb o'ylaydi. Aslida pensiyadan yoki bank kartasidan ushlab qolish faqat muayyan qonuniy asoslar bilan bo'lishi mumkin. Masalan, aliment qarzi, kredit qarzi, sud qarori, ijro hujjati, kommunal yoki boshqa majburiy qarzdorlik bo'yicha rasmiy tartib bo'lsa, hisobdagi puldan ushlab qolish ehtimoli bor. Bunda telefonning o'zi sabab emas, sabab qarzdorlik yoki ijro hujjati bo'ladi. Lekin firibgarlar shu mavzudan ham foydalanadi. Ular qo'ng'iroq qilib, sizning nomingizda qarz bor, pensiyangiz olib qo'yiladi. Hozir tekshirish uchun kodni ayting deydi. Odam qo'rqadi. Pensiyamdan ayrilib qolaman deb kodni beradi. Shuning uchun men aytaman, rasmiy qarzdorlikni telefon qilgan begona odam orqali emas, rasmiy davlat xizmatlari, bankning rasmiy filiali yoki ijro organining rasmiy manbasi orqali tekshirish kerak. Yana bir nozik jihat. Kartangizga pensiya tushishi bilan turli avtomatik to'lovlar yechilib ketayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, kredit ilovasida avtomatik to'lov yo'qilgan, eski obuna xizmati ulanib qolgan, onlayn, kinoteatr, musiqa, internet xizmati yoki mikroqarz ilovasi karta ma'lumotlarini saqlab qolgan. Odam pensiyamni olib qo'yishdi deydi. Aslida esa avval o'zi karta ma'lumotini kiritgan xizmat pul yechgan bo'ladi. Bunday holatda bankdan karta bo'yicha ko'chirma olish kerak. Qaysi tashkilot, qaysi sana, qaysi summa yechganini ko'rish kerak. Yana bir xavfli holat bu mikroqarz ilovalari. Ba'zi odamlar telefonga qarz beradigan ilovani o'rnatadi, hujjatini rasmga oladi, yuzini tasdiqlaydi, kontaktlarga ruxsat beradi. Keyin qarzni to'lay olmay qolsa, jarima, foiz bosim boshlanadi. Ayrim noqonuniy yoki shubhali ilovalar kontaktlar ro'yxatini olib, qarindoshlarga xabar yozish ham mumkin. Bu bevosita pensiyani olib qo'yish emas, lekin odamni og'ir moliyaviy bosimga tushiradi. Agar pensioner odam tasodifan shunday ilovaga kirib qolsa, uning nomiga majburiyat paydo bo'lishi mumkin. Endi amaliy qismga o'tamiz. Men sizga juda aniq tartib aytaman. Birinchi qadam.
Telefoningizdagi ilovalar ro'yxatini oching. O'zingiz tanimaydigan, nomi g'alati, belgisi noma'lum, siz hech qachon ishlatmaydigan ilovalarni ko'ring. Ayniqsa masofadan boshqarish, ekran ko'rish, qurilmani boshqarish, tezlashtirish, tozalash, bepul pul, bonus, kredit, mukofot blokdan chiqarish kabi nomlar bilan turgan ilovalarga e'tibor bering. Agar ilovani tanimasangiz, darhol o'chirib tashlashdan oldin farzandingiz yoki ishonchli mutaxassisga ko'rsating. Chunki ayrim tizim ilovalari ham nomi tushunarsiz bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, ilovalarning ruxsatlarini tekshiring. Telefon so'zlamalarida ruxsatlar degan bo'lim bo'ladi. U yerda SMS, kontaktlar, mikrofon, kamera, joylashuv, fayllar, maxsus imkoniyatlar kabi ruxsatlar ko'rsatiladi. Oddiy fon rasmiy ilovasi nega kontaktlarni o'qishi kerak? Oddiy chiroq ilovasi nega SMS ga kirish kerak? Agar ilova o'z vazifasiga aloqasi bo'lmagan, ruxsat so'ragan bo'lsa, ruxsatni o'chirib qo'ying yoki ilovani olib tashlang. Uchinchi qadam, bank ilovasini tekshiring. Bank ilovasida odatda ulangan qurilmalar, xavfsizlik, kirish tarixi, kart operatsiyalari bo'limlari bo'ladi. U yerda siz tanimaydigan qurilma yoki g'alati kirish bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Hech qachon Telegramdagi operatorga yozib karta paroli va SMS kodini bermang. 4-qadam, SMS va xabarlarni tekshiring. Agar bankdan siz qilmagan operatsiya bo'yicha kod kelgan bo'lsa, bu jiddiy belgi. Agar kodingiz tasdiqlang, kirish amalga oshirildi kabi xabarlar kelib tursa, demak kimdir hisobingizga kirishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Bunday paytda balki o'zi to'xtar deb kutmang. Bank kartangizni vaqtincha blok qildiring, parollarni o'zgartiring, telefonni zararli ilovalardan tozalating. 5-qadam. Telefon raqamingiz qayerlarga ulanganini tartibga keltiring. Bank davlat xizmatlari, pensiya bilan bog'liq ma'lumotlar faqat o'zingiz ishlatadigan raqamga ulangan bo'lsin. Eski ishlatilmaydigan raqamni qoldirmang. Agar raqam yo'qolgan bo'lsa yoki sim karta almashtirilgan bo'lsa, bankka borib ma'lumotni yangilang. Bu juda oddiy ishdek tuyuladi, lekin ko'p muammo aynan eski raqamdan boshlanadi. Agar sizda shubha bo'lsa, birinchi qiladigan ish karta va bank hisobini himoyalash. Bankning rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Men karta xavfsizligidan shubhalanyapman. Kartani vaqtincha bloklashni, oxirgi operatsiyalarni ko'rishni va ulangan qurilmalarini tekshirishni xohlayman deb aniq ayting. Bank xodimidan ko'chirma so'rang. Qaysi vaqtda, qayerga, qancha pul ketganini qog'ozda yoki elektron shaklda oling. Ikkinchi ish, telefonni tekshirtiring. Buni ko'chadagi tasodifiy odamga emas, ishonchli mutaxassisga yoki oilangizdagi texnikani tushunadigan odamga ko'rsating. Agar telefoningizda bank ilovalari bo'lsa, uni begona ustaga parolsiz topshirib ketmang. Avval muhim ilovalardan chiqing, karta ma'lumotlarini himoyalang, imkon bo'lsa bank kartasini blok qildiring. Telefonni tozalash jarayonida shubhali ilovalar olib tashlanadi, ruxsatlar o'chiriladi, parollar yangilanadi. 3-ish, barcha parollarni o'zgartiring. Bank ilovasi paroli, telefon ekrani paroli, elektron pochta, Telegram, davlat xizmatlari, akkauntlari parolini yangilang. Parol sifatida tug'ilgan sana, 1201, 1234, telefon raqam oxiri kabi oson narsalarni qo'ymang. Pensioner odamga murakkab parol kiyim bo'lsa, farzandlar yordam bersin, lekin parolni begona odam bilmasin. 4-ish. Agar pul yechilgan bo'lsa, darhol ariza yozing. Bankka yozma murojaat qiling. Operatsiyani tekshirishni so'rang. Ichki ishlar organlariga ham murojaat qiling. Arizada sana vaqt, qo'ng'iroq qilgan raqam, yozishmalar, SMSlar. Pul yechilgan summa, karta raqami oxirgi raqamlari, ilova nomi kabi ma'lumotlarni yozing. Telefoningizdagi dalillarni o'chirib yubormang. Qo'ng'iroq raqami, Telegram yozishmasi, SMS, bank xabari hammasi dalil bo'lishi mumkin. 5-ish, qarzdorlik bor yo'qligini rasmiy tekshiring. Agar sizga pensiyangiz qarz uchun ushlanadi deyishsa, vahimaga tushmang. Bankdan, ijro organidan yoki davlat xizmatlari orqali rasmiy ma'lumot oling. Agar haqiqatdan ham sud qarori yoki ijro hujjati bo'lsa, uning nusxasini so'rang. Qaysi qarz qachon, qaysi tashkilot foydasiga, qancha summa ekanini bilish huquqingiz bor. Agar qarz sizniki bo'lmasa yoki siz bilmagan kredit rasmiylashtirilgan bo'lsa, darhol e'tiroz bildiring va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Agar siz bu videoni ko'rayotgan farzand bo'lsangiz, bugunoq ota-onangizning telefonni tekshirib bering. Ularni qo'ymang.
Siz bilmaysiz deb ranjitmang. Firibgarlar juda ustamon ishlaydi, yoshlar ham aldanadi. Shunchaki yo'niga o'tiring va ilovalarni birga ko'rib chiqing. Bank SMS'larini ko'ring. Keraksiz havolalar, shubhali ilovalar, begona ruxsatlar bor yo'qligini tekshiring. Ota-onangizga bitta oddiy qoida o'rgating. Telefon qilgan odam kim bo'lishidan qat'i nazar. SMS kod aytilmaydi. Karta parola aytilmaydi. Telefoniga ilova o'rnatilmaydi. Yana ularga shuni ayting. Bank xodimi hech qachon kartaning to'liq ma'lumotini, parolini, SMS kodini so'ramaydi. Davlat tashkiloti Telegram orqali kodingizni yuboring demaydi. Agar kimdir shoshiltirsa, qo'rqitsa, hozir aytmasangiz pensiyangiz ketadi desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik belgisi. Haqiqiy tashkilot odamni bunday vahimaga solib, maxfiy kod so'ramaydi. Demak, telefoningizda shubhali ilova, SMS o'qish ruxsati, masofadan boshqarish dasturi, begona bank ilovasi yoki qalbaki havola bo'lsa, pensiyangiz xavf ostida qolishi mumkin. Davlat telefoningizdagi ilova uchun pensiyani olib qo'ymaydi, lekin firibgarlar aynan telefon orqali pensiya kartangizdagi pulni yechib olishi, sizning nomingizga majburiyat chiqarishi yoki shaxsiy ma'lumotlaringizdan foydalanishi mumkin. Shuning uchun telefonni hoziroq tekshiring. Bank kartangizni nazorat qiling. Shubhali narsani ko'rsangiz, rasmiy bankka va tegishli organlarga murojaat qiling. Men sizdan iltimos qilaman. Bu mavzuga beparvo qaramang. Ayniqsa ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, yolg'iz yashaydigan qarindoshingiz bo'lsa, ularga bu ma'lumotni yetkazing. Kommentariyada yozing. Sizga ham shunday qo'ng'iroqlar bo'lganmi? Kimdir pensiyangiz blok bo'ladi deb qo'rqitganmi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Bir odamning telefonini vaqtida tekshirish uning bir oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.